Imomga iqtido qilgan kishi ham qiroat qiladimi? Bugungi kunda bu savol ham juda ham dolzarb. Chunki ba'zi bir insonlar imomga iqtido qilgandan keyin xoh u jahriy namoz bo'lsin, xoh maxfiy namoz bo'lsin, iqtido qiluvchi ham albatta qiroat qilishligi kerak, ya'ni Fotiha surasini o'qib turishligi kerak degan tushunchadalar. Lekin ushbu masala yuzasidan kitoblarimizga murojaat qilganimizda Hanafiy mazhab ulamolari, mujtahid ulamolar bu xato ekanligini, aksincha imomga iqtido qilgan inson ho jahriy namoz bo'lsin, ho maxfiy namoz bo'lsin, jim turishligi kerakligini ta'kidlaydilar. Ya'ni imomni orqasida iqtido qilib turganda qiroat qilishlik makruhi tahrimiy ekanligini aytadilar. Va aksincha jim turishlik lozimligini dalil izohlar bilan keltirib, jumladan Qur'oni Karim oyatlaridan, xususan A'rof surasining 204-oyatini keltiradilarki, Alloh taolo mazkur oyati karimada A'udhu billahi minash shaytonir rojim va idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu va ansitu deb marhamat qilgan. Ya'ni Qur'on o'qilgan paytda jim bo'linglar va unga quloq solinglar. La'allakum turhamun, shunda rahim qilinasizlar deydi. Demak, mazkur oyat karimada Alloh taolo Qur'on qiroat qilingan paytda bizlarga jim turib quloq solishligimizni uqtiryapti. Qolaversa, mazkur masalada juda ham ko'p hadislar rivoyat qilingan. Ulardan ba'zilarini aytadigan bo'lsak, Imom Abu Dovud rahimahulloh va Imom Nasoiy rahimahullohlar rivoyat qilingan hadisda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytadilarki: "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, fa idza qara'a fa ansitu." Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ushbu hadis sharifda aytadilarki, albatta imom unga iqtido qilinish uchun tayin qilingan. Shunday ekan, u qiroat qilganda jim turinglar deganlar. Yuqoridagi oyat karima va mazkur hadis sharifni ma'nolaridan va bundan tashqari boshqa dalillarni xulosasidan ma'lum bo'ladiki, muqtadi imomga iqtido qilgan paytda xoh jahriy namozda bo'lsin, xoh maxfiy namozda bo'lsin, qiroatga quloq tutib jim turishligi lozim bo'lar ekan. Vallohu a'lam bis-savob.